sizlarga kasallik emas, kasallikdan keyin bo'ladigan bu asoratlar haqida tushuncha bermoqchiman. Ko'pchilik xo'rozi shamollaydi, har xil turdagi kasallik, misol bronxit bo'ladi, laringit bo'ladi, gripp bo'ladi, pastrelyoz bo'ladi, sinusit bo'ladi. Uni tushunadi. Keyin shu lecheniya qilasiz qanaqadir dorilar bilan. Misol uchun ko'rsataman. Qanaqadir dorilar qilasizlar, a? Men tushunarli bo'lish uchun kimdir ampitsilin ichirib ko'radi, kimdir penistrip qiladi, yana kimdir enroflaksasin, kimdir nitox deydi, oksitetraskilin qiladi, yana kimdir tilazin qiladi. Xo'p, boshqa kasallik tuzalishi mumkin shu xirillag'i, ya'ni tomog'ida balg'am qolib ketdi deylik. Hech ko'chira olmayapsizlar, ambraksol ichiryapsizlar, bromgeksin ichiryapsizlar. Shu kasallik ketmayapti. Bu ko'pchilik shu og'zini kavlayapti-da. Videolarda ko'ryapman, shu yerda yiring bo'lib qolyapti, og'zidan shalaq oqyapti deb. Bu nafas yo'llari, o'pka kasalliklarida, o'pka bilan bog'liq kasalliklarda bu balg'am asosan nafas yo'lidan yoki o'pkadan kelayotgan bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi, buni tushuntirishim uchun mana oddiy misolda mana ikkita narsa turibdi. Mo yo'g'oni bu jig'ildon ketadigan yo'l mana bu simni ko'rsatib qo'yganman, nafas yo'li shunaqa ingichka bo'ladi. Uchi qayrilganroq bo'ladi. Unga misol uchun lo'pchik qilib paxta tiqib tozalab bo'lmaydi bu yo'l, nafas yo'lda. Bu ovqat ko'pchilik uzun tayoq qilib turib paxta o'rab tiqib tozalayapti tomog'ini. Bu befoydada, bu jig'ildon ketgan yo'lda tozalayotgan bo'lasiz. Bu yo'lda xirillash paydo yiring ham turmaydi, xirillash bu yerda paydo bo'lmaydi. Mana nafas yo'lida bo'ladi. U ingichka bo'ladi, o'pkaga prямо ketgan bo'ladi. Shu yerdan nafas oladi. Shu ingichka nafas yo'li, ya'ni traxeyasida yiringlash yo bo'lmasa shu traxeyalarini yopishib qolishi bo'ladi. Shundan xirillash ovozi chiqadi, yo bo'lmasa shu yerdan yiring ajrab chiqadi, через o'pka orqali o'tib turib. U antibiotik qilsangiz, misol shamollash ketishi mumkin yoki bu yallig'lanishlar ketishi mumkin. Balg'am ko'chmaydi-da, o'pkada qolib ketadi. Shunda xo'roz ayniqsa ko'pchilik biladi, urishganda xansirab qoladi. Shu nafas yo'li torayib qolgan bo'ladi, kislorod to'liq o'tmaydi yoki o'pkasini ichidagi mayda kletkalariga yiring to'planib qolgan bo'ladi yoki yiring qotib qolgan bo'ladi. Uni antibiotik bilan ketkizib bo'lmaydi u qotib qolganda. Hop, bromgeksin berdingiz, hop nafas yo'lini ochgani, ambraksol ukol qilib ko'rdingiz, o'pkadan yallig'lanishda shu yiringni ketkizgani. Ketmayaptimi? Buni oddiy bir yo'li bor. Buning uchun hozir ochib qo'yib idishini ko'rsataman. Buning ichida qaranglar, qo'chqorning dumbasining yog'i, oddiy eritilgan yog'da olasizlar, qanchadir miqdorda, 50 gram yo 100 gram. Shunga bir xil massada bodom moyi bo'ladi, odam aptekada sotadi. Bodom moyidan qo'shasiz, toza asal qo'shasiz. Birga bir hisobda hammasi. Misol 10 gram qo'y yog'ini eritilgani, 10 gram bodom yog'i, 10 gram asal. Bu nimaga desangiz, bu eng zo'r effekt beradigan nafas yo'llaridagi balg'amni ko'chirishga, o'pkadagi balg'amni ko'chirishga eng yaxshi foyda beradigani shu. Ko'pchilik noto'g'ri tushunmasin, bu xirillashga emas, u kasalliklarga emas, kasallikdan o'tib ketganga stepinga, ya'ni shu balg'am ko'chmayotgan bo'lsa, xir og'izdan shalaq chiqib tugamayotgan bo'lsa, shundan 2 gramdan shpritsga tortib olib, har kuni bir mahaldan 5-10 kun ichiriladi. 5-10 kun. Bu antibiotik emas, bu ziyoni yo'q jigariga yo boshqa joyiga. Shuning uchun qo'rqmay ichirsa bo'laveradi. Men nimaga buni aytyapman? Ko'pchilik hozir xo'rozi xirillab qoladi-da, antibiotiklardan ham betartib foydalanyapsizlar. Akalar. Antibiotikni juda ko'pchiligi kuchli sefazalin, ceftriakson, ya itok dal